BYD birinchi payti 2023-yil. Tonirovkalari ham bor ekan. Oppoq bo'lib ideal. Ana massa deyshadi. Haqiqatdan lekin zo'r tiniq ekan bor. Salonlar 35 ming kilometr yurgan. Mashina 1-2 bilan nima farqi bor deyshadi. Hech qancha unaqa ko'p farq emas. Xullas, puliga zo'r 21 ming. 21.700 bo'lyapti bo'lishi. Oxiri taqalgani. Narxlar sekin-sekin mana tashlayotdi. Kecha video chiqdi-ku, BYDni yurganlari arzonroq bo'ladi, xudo xolasa kutib turinglar deb. Mana shu aytganimdek, xudo xolasa 23-yil 35 ming yurgan BYD gibridni 1200 km yuradigani shu 1.5 turbo bo'ladi motor, 5 dan 6 ta yeydi rasxod benzin. Tokda ham 100 km yuradi. Maza qilmaysizlar. 21.700 ga zo'r, bosib oladigan joyi lekin. Yaxshi qo'yamam narxlarni. Qadrlab qo'yinglar, layklar bilan.